Yosh bolalarga telefon berishning 3 ta zararli taraflari. Siz hali buni bilmaysiz. Videoni oxirigacha ko'ring, zararli taraflarini bilib oling. Birinchisi, bolani zreniyasi 3-4 yildan keyin pastlashni boshlaydi. Kun davomida 1 soat, 2 soatdan oshiq ko'radigan yosh bolalar yillar o'tib ochki taqishga majbur bo'ladi. Ikkinchisi, psixologik muammolar. Yoshlar, ya'ni hozirgi kunda juda ham ko'p yosh bolalar 1 soat, 2 soat, 3 soat bola ish qilmasdan telefon ko'rish oqibatidan bolaning psixologiyasi buzilishi, asabiylashuv, tushida qo'rqish va undan tashqari kechqurunlar enuriz kasalliklariga ham olib kelishi mumkin. Uchinchisi, oxirgisi esa bolani tilini kech chiqishi. Bola doimiy video ko'rganda, shorts yoki Instagram, boshqa ijtimoiy tarmoqda videolar ko'p ko'rgani sababli bolani tili kech chiqishni boshlaydi va gapirishlarda nuqsonlar hosil bo'ladi. R harfi shunga o'xshagan narsalarni aytishga qiynaladi, chunki ongi pastlab boradi, ongi yaxshi rivojlanmaydi. Bolalar bilan gaplashmaydi, savol bersa javob bermaydi, eshitmaslikka oladi. Bularning zararlari albatta juda ham ko'p. Bolani iloji boricha 6 yoshgacha umuman telefon bermang, gadjetlar bermang. 10 yoshgacha nazorat ostida bersangiz maqsadga muvofiq bo'ladi.